Chilonzor metro atrofidan ipotekaga bir xona uy qidirganlar uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tuman 17-kvartalda joylashgan bir xona ikki xonaga o'zgartirilgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu ko'rib turganlaringiz uyimizning asosiy xonamiz. O'zining yumshoq mebellari ko'rib turganlaringdek, bu yerda TV zonalari, bu yerda esa oshxonamizni balkon qismiga ko'chirib, oshxonamiz o'rnini yotoqxonaga o'zgartirilgan. Uyimiz bir xona ikki xonaga o'zgartirilgan. Ko'rib turganlaringdek bu yerda ham shkaflari. Uyimiz yangi ta'mirdan so'ng hali hech kim yashamagan. Balkonimiz 1,5 ga 6 bo'lgan balkonda uyimiz egalari tomonidan oshxonaga o'zgartirilib, kerakli barcha mebel va texnikalarni sifatlisidan yaxshisidan qo'yilgan. Romlar almashgan ko'rib turganlaringdek. Uyimiz 4 qavatli binoning 2-qavatda joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 36 metr kvadratdan iborat. Bu yerda glarniy eshikdan kirib kelish, o'zining stroyniy shkaflari va razdельный sanuzellari bilan birgalikda. Ushbu uyimiz mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor tuman 17-kvartal, Chilonzor metrogacha bor-yo'g'i piyoda 5 daqiqalik masofada joylashgan Lady House ayollar kiyim-kechaklari magazini orqasida joylashgan ushbu uyimizni videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda 63,000 AQSh dollar narx so'rashmoqda uyimiz egalari. Uyimizni naqd va ipoteka orqali xarid qilishingiz mumkin. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.